Bu kartonni Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi Yamman uzaq so'zib ishladi. Bu kartonni Urumchi Danishmand kitobchilik Çeklik şirketi markasini yo'g'on qilib qoladi. aloqalashish telefon nomeri 0991 881 44 46 139 99 40 25 90 Gül üzüş Nahaydi yiroq bir joyda Rani ismli bir qizchaq bor ekan. O qiz ota-onasi bilan mushu yerda yashaydi ekan. U qizchaqning dadasi qushlog'i ziyod amroq ekan. Bo'ldi, ha bo'ldi, qapsamanglar. Qo'sog'inglar echibdi-da. Sizlarnize yeydigan vaqtinglarmi kelib qapti? Apisi bo'lsa, oila ishlari bilan aldirash yuriydi ekan. Kirlarni tezroq yuyib, tomoq tayyorlik qilay, bo'lmasa ulguranmagidekmi? Ata Ranining apisining tug'ilgan kuni edi. U apisiga alohida bir narsa sovg'a qilishni o'ylashdi. Ya'ni o'rmonlikqa berib, chiroyli gullarni o'zib akilib, apisiga sovg'a qilmoqchi bo'ldi. Shuning bilan u o'rmonlikqa qarab mangdi. Azroq mangandan keyin oldidagi seriq ichilgan gullarni ko'rdi. Hamda uni o'zmoqchi bo'ldi. To'xtang, qizchaq. Rani keyniga burilib qarasa, keynida bir bo'ri turg'idak. O gullar mening gullarim. Uni o'zmang. Bir necha kun bo'ldi. Mening tishim bak og'rib ketib boradi. Siz menga tish cho'tkilashni o'rgatib qo'ysangiz, ondan men sizga gullarni o'zib beray. Qandaq bo'lamdi? Kechiring Bo'raka, men tish cho'tkilashni bilmayman. Aslida Rani tish cho'tkilashni yaxshi ko'rmaydi ekanda. Amsa siz bu yerdan keting. Men sizga o gullarni bermayman. Shunda qilib Rani amalsiz boshqa tarafga qarab mengibdi. U mengib bir o'stan bo'yidagi chiroyli ichilgan qizil gullarni ko'ribdi. Hamda uzmoqchi bo'lib turishiga, To'xtang, o gullarni o'zmay turing. u keyniga burilib qarasa, bir timsoq turg'idak. O gullar mening gullarim. Siz menga bu yerlarni supurib bersangiz, men sizga o gullardan bir necha tal o'zib beray. Bo'lamdi? Kechiring, men yer supurishni bilmayman. Amsa, men gullarimni berolmayman. Bu yerni hozirda kessangiz bo'ladi. Xo'sh amsa, uzatmadim. Rani yana amalsiz boshqa yerga qarab mengibdi. U mengib bir ko'k rangda po'raklab ichilgan gullarni oldiga ketdi. Gulni endi o'zay deyishiga bir shirning ovozi anglanibdi. Hey, odamzod bolasi, to'xtang. O gullar mening gullarim. Mening bu chochlarim bakratsiz, ham maynat bo'lib ketdi. Siz bu chochlarimni tarab qo'ying. Ondan men o gullarni sizga beray. Qandaq? Kechiring, men choch tarashni bilmayman. Mening chechimni opam tarab qo'yapti. Choch tarashni bilmabsiz? Undaq bo'lsa men sizga gul beramayman. Xo'sh. Rani amalsiz uyga qaytibdi. U uyga berib tish cho'tkilashni, uy supurishni, choch tarashni o'rganib kelmoqchi bo'pti. Dadasidan tish cho'tkilashni o'rganibdi. Apisi yer supurishni o'rgatib qo'yibdi. Endi texi qiziga qanday choch tarashni o'rgatib qo'yibdi. U xushal holda o'rmonlikqa qarab mengibdi. Hamda bo'riga qanday tish cho'tkilashni o'rgatibdi. Ha, avval ust pakiz cho'tkilang. Ha, ondan o'ng so'l qayta yenik cho'tkilang. Timsoqning yeniga berib, o'ylisini pakiz supurib, tozalab beribdi. Shinning yeniga berib, uning chechini pakiz, ratlik qilib tarab qo'yibdi. U nihoyat xushal bo'pti. Bo'ra qizchaqa rahmat aytib, bir dasta gul so'qibdi. Shirmo xushal bo'lib, gul so'qibdi. Timsoqmo mamnun bo'lib, bir dasta gul sovg'a qilibdi. Qizchaq gullarni ilib, xushal holda uyga qaytibdi. Javhar
hikoyadagi qiz Jahrani bilmaydigan narsalarni o'rganib kelib, shir, bo'ra, timsohlarga yordam qildi. Oxirida ular qizchaqa gul so'q qildi. Biz bir narsani bilmasak, amal va o'rganishga tirishaylik. Bo'lamdi o'maqlar? Sizlar cho'qib qila olasizlar. Sizlar eng qalbsiz. Karton darsi. Xanzu tili so'zlik o'rganish qismi. Vaa, bu Ronining dadasi ekan-ku. Dada degani xanzucha nima deymiz? Baba. Baba. Dada, ota. Baba. Baba. Dada, ota. Kir yeyotgan kim u o'maqlar? Ranining opasi. Opa. Mama. Mama. Apa. Ana. Mama. Apa. Bu kim o do'stlar? Bo'ra. Bo'rni nima deymiz? Lang. Lang. Bo'ra. Lang. Lang. Bo'ra. Timsoh keldi mana. Timsoh. 鳄鱼。鳄鱼。timsoh。鳄鱼。鳄鱼。timsoh。 Bu heliqi Rani chechini tarab qo'ygan shir shu ekan-ku. Shir. Shir. 狮子。狮子。 shir. Shir. Diqqətingiz bizning salonimizda bo'lsin. Lutfi shirkat salonini qatib bilishni unutmang. Bu salonni do'stlaringizga tavsiya qiling.